Mana ustozlarimiz ko'p konsertlarni ko'ramiz. Konsertlarda tomoshabinlar san'atkorlarga gul berishadi ustoz. Men bugun yangilik qilmoqchiman. Bugun mana shu ko'rik tanlovga tashrif buyurgan tomoshabinlarga men gul bermoqchiman konsertlarda. Rahmat, salomat bo'linglar. Bu kulgiga bo'lgan hurmatingiz uchun salom alaykum, rahmat hammaga. Yasha. Kulyamiz qutlanganingizda sandan yaxshi bo'ladi. Ustoz, bu sababi bor. Yaqinda Turkiston san'at saroyida konsert bo'ldi. Quvvatilla Qo'sarov degan bir qo'shiqchi konsertni taniysan? Mana taniyman, institutda majburlab borishdi. Konsertga bordik, konsert bo'lyapti ustoz. 1000 kishi o'tirgan bo'lsa, 200 ta tomoshabin gul berdi san'atkorga. Voh, zo'r san'atkor.